10 litr suti bor deyman. To'g'ri aka, ana shu bor gapni aytdi. Yo'q narsa-ku joylariga u. Semental bo'lsa ekan u qiynalyaptimi? Qiynalyapti. O'qlaganda o'yg'atmang, yomon bo'ladi. Ana. Tilingiz men aytmay xafa bo'layman, bobo demang. Endi olmishga kelgan odam bobo demang. Aka deng, uka deng, jigitni guli deng. Tog'a dema, tog'a. Ha, yashang. Tog'a bo'lsang jiyan tog'asiga molni bepul beradi. Bor aka. Bor aka. Savdosimi aka 29. Sizdanmi? Bundan ekan. Aka salomlar o'tirasiz. Siz tushirmayman aka, ayting narxini. 35 deyman. 35 deyapsiz, ha? Bolasi nima aka? Bolasi 30 ekan. 35 deyilyapti. Savdosimi aytilishimi? 29 bo'ladi. 29 savdosi. Nechta suti bor aka? 10 ta bor aka, ertalab kechqurun. Ertalab kechqurun 10 ta suti bor ekan. Ko'ringlar. Keldim. Tarafdan ko'rsataman. O'ting aka. Orqaroqdan olmasa kameraga sig'mayapti bu. Mana ko'ringlar, qadrli obunachilar. Orqaroqdan olaman. Tiqilincha ekan, mana bu qatorda ham so'g'in sigirlar bor, lekin yurishga joy yo'q. O'sha mana tashqariga chiqib oldik. Mana ko'rdilaring narxini, suti 10 ta ekan. 35 aytilishi. Mana so'g'in sigirimiz. Bolasi 2 ekan. 35 aytilishi, 29 savdosi. Ertalab kechqurun 10 ta suti bor ekan, qadrli obunachilar. Aka nechi pul ekan bu? 40 million, ha? Bolasi nima? Bolasi urg'och ekan. Nechta suti bor aka? 7-8 bor. 7-8 ertalab kechqurun, ha? Nechinchi qorin edi bu? 3-chi tug'ish ekan, mana qadrli obunachilar. Savdo qancha bo'lib qoldi? 34 bo'ldi savdosi. Savdosi 34 bo'lgan ekan. Davom etamiz. O'zini gapi. Chiqib olamiz mana bu tarafda ham. Ona bolalar bor. Nechi pul deyapsizlar? Yaxshimisizlar? Charchash yo'qmi? Assalomu alaykum. Bolasi nima ekan aka? O'qishcha bolasi. Bolasi o'qishcha. 28 bilan baho qo'yyapti. 28 baho qo'yapsiz. Bozor so'radimi aka? Bozor 21, 22, 23 gacha savdo o'xshatdi. 21, 22, 23 gacha savdosi bo'layotgan ekan. Nechta suti bor aka? Endi bolasidan tashqari 2,5 ta suti bor bir mahalda. Bir mahalga? Bolasini haqqidan tashqari? Ha. Endi bolasi hali 14 kunlik. Buzovcha, ha? Uzoqcha o'qishcha bu. O'kkizcha mana ko'ringlar buzovchani. 2,5 litr bir mahalga suti bor ekan, bolasidan tashqari. Bo'ladi, zo'r. Mayli akalarim savdolaring bersin. Nechi pul ekan bu? Aka nechi pul ekan? Yaxshimisiz? 33 deyapman aka buni. 33 aytilishi. Bolasi o'kkizchami? Bolasi o'kkizcha. Savdo qancha bo'ldi aka? 30 dan o'tib berdi, deyishyapti. Tepagan pastgami? Pastga. 30 dan o'tib berdi deyishyapti. Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi, ikkinchi tug'ish ekan. 30 dan past bo'lsa so'rayapti, ha? Qancha bo'lsa berasiz buni aka? Kelishamiz. Kelishadigan joyi bor. Nechta suti bor buni aka? 12 tagacha oldim sut aka. Ertalab kechqurun 12 tagacha oldim. to'qol variantida mana so'g'in sigir. Ertalab kechqurun 12 tagacha sut olgan ekan akamiz. Ko'rishlaring mumkin qadrli obunachilar. O'tamiz mana bu yoqda ham bor ekan. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Nechta pul deyapsiz aka buni? 22,5. Bozor so'rayaptimi aka? Abrat. Bozor so'rayaptimi? Siz qancha baho qo'yapsiz? 25 deyapman. 25 deyapti akamiz mana. Bolasi nima ekan? Ho'kizchami aka? Bolasi g'unojin aka. Bolasi g'unojin. Nechta sut beradi ertalab kechqurun? 5 ta sut beradi. 7 ta? 5 litr sut beradi. 5 litr sut berar ekan. Buzovdan tashqari 5 litr. Ha, buzovdan tashqari 5 litr, ha? Buzovdan tashqari 5 litr ekan. Dehqonda aka. 10 litr suti bor deyman. To'g'ri aka, ana shu bor gapni ayting. Ko'p yolg'on gapiradi. 15 litr, 20 litr deb o'ryapti. Yo'q narsa-ku joylariga u. Semental bo'lsa ekan u. Mayli aka, savdoingiz bersin. Yaxshimisiz? Nechi pul ekan bu? 26 deyapmiz. 26 deyilyapti mana qadrli o'rmonchilar. So'g'in sigir, kichikroq, yo'qsizroq variantida. Bolasi nima aka? Bolasi urg'och ekan. Nechta suti bor? 10 ta. Ertalab kechqurun. Ertalab kechqurun 10 ta suti bor ekan qadrli o'rmonchilar. Ko'ringlar mana. Akam
O'tib olaylik qani bu yerdan, tushiraylikchi buni. Ko'ringlar mana. So'g'in sigir qatorida mana narx-navolarni ko'ryapsizlar. Nechta pul bo'lyapti tog'a? 22 bo'lyapti. 22 bo'lyapti. Bolasi nima ekan? Bolasi urg'ochi ekan mana. Nechinchi tug'ishi? Ikkinchi bola. Ikkinchi bolasi. Savdo qancha bo'lib qoldi? Savdo 22. Savdo 22 mi? Aytilishicha 27. aytilishi 27 ekan. Mana ko'ringlar qadrli o'quvchilar. Qayerda mol aka? Qayerda mol? Bandixon. Bandixonniki ekan mana. Mana bu yerda ham yirik so'g'in sigir bor ekan, o'tib narxlarni o'rganamiz. Nechchi pul ekan aka? 41 million so'rayapti. 41 million. Bolasi o'tkizmi? Bolasi urg'ochi. 11 kunlik. 11 kunlik ekan bolasi. Nechta suti bor? 10tadan 20taga javob. 10tadan 20taga javob deyapti. Akamizlar ekan. Nechinchi qorin aka? Ikkinchi qorin. Ikkinchi qorin. Chetdan uzoq tishi ham turibdi. Ikkinchi qorin ekan. Uzoq tishi ham turibdi deyapti akamiz. Mana ko'ringlar. Savdo qancha bo'lyapti aka? Savdo. Savdosi qancha bo'lyapti? 41 million bo'lyapti. 41 million so'rayapmiz. 41 million siz so'rab turibsiz. Ikkomiz so'rayapmiz. Aka burada tushiraylik-da, bunday o'tiringchi. Mana ko'ringlar. Suyagi o'ta yirik ekan lekin ha, boshqa sigirlarga nisbatan. Mana buni qaranglar, buni qaranglar. Biri 40 bor go'yo, ha? 40dan baland ekan mana. Zo'r holatda ekan, suyagi yirik. Bolasi ham yirik ekan mana. 11 kunlik uzoqcha. 11 kunlik, ha, hali o'ta yirik ekan lekin. Qancha bo'lsa beraman deyapsiz aka? Aka endi kelishtirib beramiz, Bozorda, ha? Kelishtirib beraveramiz deyapti. Savdolaring bersin aka. Davom etamiz. Qancha beradi? Narigami? Qancha so'ralyapti? Yaxshimisizlar? 24 million 550 ming so'm oramizdan 30 ming so'm pul qoldi. Unday demaga hali. Qiynalyaptimi? Qiynalyapti. Xotda, 24 million 550 ming namoz uyat bo'ladi. Nomiga 200 ming xayri bormi 25 ta shimolingizga? Ha? Xayr bo'lmang. Ha? 100-200 ga bo'lsa to'g'riga beraman. 1 million xayri bormi shunga? Yo'q, hali bor. Mana o'zi. Mana bo'ladi. Mana. ho'kizchami bolasi aka? Yo'q, yo'q. Urg'ochi. Ko'paysinoy. Ko'paysinoy, ha? Uzoqcha. Uxlaganda o'yg'atmang, yomon bo'ladi. Ana. O'tadi birov. Mana. Shopirman endi. Ha, bobo degan tilingizdan men aytmay xafa bo'layman, bobo demang. Endi olmishga kelgan odam bobo demang. Aka deng, uka deng, jigitni guli deng. Tog'a dema, tog'a. Ha, yashang. Tog'a bo'lsang jiyan tog'asiga molni bepul beradi. Bor aka. Bor aka. Bor aka. Bosing endi qotmang 200 endi. so'm so'radim. Xalq eshityapti. 25 milliondan 200 ming so'm so'radim. 26 ga bermagan ekan. Men 27 beraman. Birga martkaman, hammani 6 aytaman, 27 million, 20 million naqd beraman, 7 million nasiya. Ko'rasizmi? Nas, ha? Bir oy nasiya. Bor baraka 27 million onasi endi. Ketdimi? Bir oy nasiyaga. Nima ko'raman deb tilingizga javob beraman. Bilib qo'ying, biz Allohga omonatmiz. Dunyomiz 3 kun. Kecha o'tib ketdi, qaytmaydi. Bugun tez o'tyapti. Erta bilmaymiz nima bo'lishini. Baraka desan, narxiga 200 ming emas, 100 mingni katib bering. Uyat bo'ladi. 100 ming so'radi. Bor baraka. Bor baraka. O'tib emas, beryapman. Allohga tavakal. Bo'ldi. Yo'q. Ko'ppada. Ketdi. 25 million. 100 dan o'tib o'tirmang. 25 million. 100 qolganki qolmasin bor. Siz 100 ga emas, 10 mingga ham qoldiryapsiz hozir. 10 mingga ham. Nechi berdi ham? Shuncha demayapti. 6,5 so'rab turibdi. Bozormi 25 so'rayapti. Har xil. Ko'pda izlab kamdan qolmang, Chorijon. Biz umidvor bandamiz. So'radi bozor. 30 so'rab deganim yo'q. 28 so'rab deganim. 6,5. Nechta suti bor ertalab kechqurun? Aka hozirgi momentga 7 litr, 8 litr beradi. Tovada gapiraylik. Ha. 10 litr deb nima qilaman ana o'qib. Bir oy oldin, bir oy sho'rdan 38 ming biz olib olib ketdi. 15 ta Ha, bular xolos. Bular savdosi to'xtamaydi, ha? Narx necha pul bo'lyapti aka? 30 aytilish, ha? 30 aytilish. Savdo bo'ldimi aka? Savdo bo'lgani yo'q. Mana ko'ringlar. Bolasi nima ekan? Bolasi g'unojin ekan.
Nechta suti bor ekan aka? 10 ta. Ertalab kechqurun, ha? Ertalab kechqurun 10 ta suti bor ekan. Davom etamiz. Aka nechi pul deyapsiz? Yaxshimisiz? 26. 26 aytilishi mana qadrli obunachilar, so'g'in sigirimiz. Ko'ringlar. Bolasi nima aka? Urg'och. Savdo qancha bo'ldi? Savdo bo'lgan yo'q hali. Savdo bo'lmadi, ha? Nechta suti bor? 7-8 bor. 7-8 bor. Sog'ganmisiz yo sog'may olib chiqqansiz? Yo'q. Sog'ilgan, ha? Sog'ilmagan ekan mana, sog'ilmay olib chiqqan ekan mana. Yelin shishib turibdi qadrli obunachilar. Davom etamiz mana. Yaxshimisizlar? Ho'kizcham bo'lasi. Nechi pul deyapsiz? 40 million aytilishi, 30 million so'ralishi. 40 million aytilishi, 30 million so'ralishi. Nechta suti bor aka? Suti aka 7-8 ta bor. Ertalab kechqurun. Ha, Nechinchi bolasi bu aka? 3 bola. 3-chi bolasi ekan. Ko'ringlar mana, suyagi yirik ekan. Olib boqish kerak, yana suti ko'payadi. Yaxshi yemlasa, raps shirotlardan yesa bu simichka shirotlardan, ha? Zo'r bo'ladi keyin. Davom etamiz. O'zimi yakkami, onasi bormi? Mana bular onasimi? Nechi puldan ekan? 28 million. Mana bu birinchini bolasimi? Ha, katta. Yelini katta. Mana shuni bolasi ekan. 30 aytilishi. Savdo qancha bo'ldi? Aytilish aka 28 million so'm so'rayapti. Ha, 32 aytilish ekan, 28 million so'rayotgan ekan. Nechinchi bolasi bu? Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi. Ikkita sutga rozi bo'lgan odamga beraman. Ha. Sutlari ham oqib turibdi. So'g'may olib chiqqanmisan? Kechagi chiqib sog'ilgan aka o'zing ertalab. Qaysining bolasi bu? So'g'ilmagan, ha? Mana shuni bolasi. Qancha dastlab buni? Buni 32 deyapsiz. Nechi pul ekan? Yaxshimisiz? Sizdan emasmi? Olmaydi. Bo'lsa nima bo'ladi? Nechi pul bo'lyapti? Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Nechi pul ekan? Olindi. Qanchaga aka? 15,5 bor. 15,5 ga olindi. Qadrli obunachilar. Bolasi ho'kizcha ekan. Nechta suti bor aka? Onasini o'zi olindi. Onasini o'zimi? Qisirmi, bo'g'ozmi? Qisir, ha? Onasini o'zi olingan ekan, qadrli obunachilar. 15,5 ga olingan ekan. Obunachilar, so'g'in sigir. Nechta suti bor? 10 ta suti bor, ha? Nechinchi tug'ishi? 30 ga bermagan ekan. Bolasi ho'kizcha ekan. Nechinchi qorin dedingiz aka buni? 5-qorin ekan. Sigir shunday joyga borish kerak. Qaysini bolasi aka bu? Aka alani bolasi, mana bu buni bolasi aka. Mana bu? Ha, erkakcha bu. Mana buchi sizdan emas bu? Bu ham bizdan. Bu ham kichkina bolasi. Kichkina bolasi. Nechi puldan baho qo'yapsiz aka endi bularga? 35 dan baho qo'ydim. 26,5 million bunisi savdo bo'lyapti. Mana bu? 27,5 million savdo bo'lyapti. 27,5. Nechtadan suti bor aka? Bunisiniki 10 ta, bunikiki 8-9 ta beryapti. Buniki 8-9 ta ekan. Mana buniki 10 ta ekan. Akamizdan, Denovlik akamizdan qadrli obunachilar. Yo'q, dimlangani yo'q. Dimlanmagan deyapti, javob deyapti. Mana ko'ringlar. Qadrli obunachilar. Kechaga shuni sog'gan sigir, arkasini Bollari nima aka? Urg'ochimi? xaltasini ushlab ko'ryapsiz, bilmayman. Lekin ertalab sog'ilgan yo'q. Ikkita quloch bitta. Mana ho'kizcha. Ho'kizchami qarasi? Ha, o'qitcha. Qorasi ho'kizcha, qolgani g'unajina. Bu ham o'qitcha. Mana ko'ringlar qadrli obunachilar. Narxlarni eshityapsizlar o'zlaring. Bu mana bu yerda zo'r to'qoli bor ekan. Nechi pul ekan akam, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchash yo'qmi? Nabrat nechi pul ekan bu? Bu aka buni 35 deyapti. 35 deyapsiz-a? Bolasi nima aka? Urg'ochi. Bolasi 10 urg'ochi. ta suti bor. 10 ta sutga javob, ha? 10 ta sutga javob deyapti akamiz mana. Yelinini ko'ringlar. Savdo 29 qilyapti. Savdo 29, ha? Savdosi 29 bo'lgan ekan. Orqaroqdan olayin ko'ringlar. Qancha bo'lyapti? 29 so'rayapti aka. To'qol variantidan. O'ta yuvosh ekan. So'g'in sigir. Mana ko'ringlar. Bolasi 29 kunlik bolasi ekan. Yo'q aka. 29 ga beradi. Qayerdagi aka bu? Surxon. Surxon. Telefon raqam tashib ketasizmi yo'qmi? Telefon yo'q aka. Telefon yo'qmi? Mayli akam savdoingiz bersin. Obunachilar 28 dan aytilyapti donasi. 56 million ikkalasi, bittasi ho'kizcha bolasi, bittasi urg'ochi.
Birinchi turganniki urg'ochi ekan, ikkinchi turganniki ho'kizchi ekan. Ko'rishlaringiz mumkin, qadrli o'g'illar. 8 tadan suti bor ekan, 25 dan so'ralyapti kalasi, berilmayapti. Ertalab kechqurun 8 ta suti bor. Mana qadrli o'g'illar, so'g'in sigir qatorida qo'ldan kelgancha yoritdik. Meni tushirma deganlari ham chiqdi ichida. Videolarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosishni unutmanglar. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.